Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan bugun yana Trend 858 kanali tak 6,5 million depozit bilan Vampir Cruz'da o'ynaymiz bugun. O'rtoqlar, kanalga podpisatsiya qilib qo'yishni unutmaysiz degan umidda o'yinlarimizni boshlaymiz do'stlarim. Videoga bitta like bosib qo'ying do'stim, jigarim. Imkon darajasida 6x ga ko'tarishga harakat qilamiz bugun summani. Agar o'xshab bersa bitta like ayamaysiz. 1 milliondan stavka qiluvdik, 1 million 100 dan 20 million sразу joyida. Udar, vashi moshniy udar bo'ldi. Kutilmaganda udar bo'ldi o'rtoqlar, kutilmaganda. O'zim ham to'g'risini aytsam, kutmagandim tavakkalga. Bunchalik beradi deb o'ylamang. Где-то taxminan 3-4 ta aylantirgandan keyin bir 10 millioncha summa berib qo'yadi deb o'yladim. Atak zo'r kayfiyatni ko'tardi udar. Kimda-kim agar mana shu videoga bitta like bosib qo'ygan bo'lsa, o'shanga ham mana shunaqa 20 millionlik bittada stavkani ko'targan momentda o'zida tushib bersin. O'rtoqlar. Хорошее слово половина корова deyishadi-yu. O'shanga хорошее словоdan ishlatib qo'ydik ozgina. Endi ozgina jalab. O'zi ko'tarishga, riskovat qilishga bo'lmayapti. No, riskovat qilsa ham bo'ladigan joylari o'tib ketyapti. Mayli. Hozir qaysidir bir momentda yana bitta riskovat qilamiz. Normalniy risk qilamiz. To'g'ri 1 millionmi qilamiz. Baribir hozir qanchadir pustoy o'tish kerak, lekin bu pustoy bermayapti-da, bile. Специально mana shunaqa beryapti, по-моему. Stavkani ko'tarib olsang, rushnoy tortib oladi bu dalboyob. Tak buni dalboyob ham deb bo'lmaydi. Hozir уже birinchi daqiqani o'zida, birinchi daqiqa to'liq bo'lmaganda hali menimcha, birinchi daqiqani o'zida 20 million yutuq berdi. Buni dalboyob deb bo'lmaydi. Tak. Yaxshi, anchagina pustoy o'tkazyapmiz, lekin mana sekin berishni boshlayapti. 400. Hoppa! 9 million, 1 million. Jala 1 million qilsam 39 million. Sразу 39 million 700, 39 million 770 ming. Udar 40 ming qilib olib sразу idealniy yutuq bo'ldi do'stlar. Idealniy уже 3-daqiqa mana. 3-daqiqani o'zida idealniy yutuq bo'ldi. Mana shu joyda o'zi umumiy hisobda pulimiz 6x bu bo'ldi. 39 millionimiz rovna 6,5 millionga 6x bo'ladi o'rtoqlar. Lekin niyat bor, mana shu 39 3 raqamini 4 ga o'zgartiramiz bugun o'rtoqlar. Rovninga 40 million tushib bersa ham o'yinni yakunlaymiz o'rtoqlar. Mana shu kamroq stavkada aylantirib turamiz, berish kerak, nimadir berib o'sha 40 millionga borib qolsa kerak. O'sha bizni kuzatuvchilarimizdan o'sha bir 3 kun 4 kun oldinmi bitta kommentda yozgan ekan, aka sizniki faqat 30 milliondan oshmas ekanda degan ekan. O'shaning uchun men 40 million qilishga harakat qilmoqchiman. Qilsa bo'ladi bu narsani. Qilish muammo emas, lekin u yog'i azart hisoblanadi. Hozir men ham 40 million qilaman deb yeb qo'ymasam bo'ldi deb turibman. Tushib ketmasa bo'ldi. Tushib ketish ehtimoli ham bor summani. Уже buni bu yog'iga sizlarga ham maslahat beraman. Mana shunaqa yutuq olsangiz, уже mana shu joyda to'xtatganingiz ma'qul do'stlarim.
u yog'i уже riskovat bilan o'ynaladida, уже katta risk qilasiz. O'sha 50 million 60 million qilsa ham bo'ladi. Bo'lmaydi emas, bo'ladi. U qanchada o'qisha beradi, keyin qancha riskovat qilishingiz kerak, u может tushib ketish ehtimoli bor. Kimlardadir mana shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lsa, kommentda yozib o'tib ketinglar o'rtoqlar. O'sha normalniy 5x 6x ko'taryapsizda, dab ketidan tushib ketib qolyapti yoki 7x dan keyin tushib ketib qolyaptimi? Bu o'yinlarga kirishdan oldin yeta olmadik 40 millionga. O'yinlarga kirishdan oldin inson o'ziga o'zi va'da berib kirish kerak. Azartga berilmayman. Summa примерно. Короче, 5 million qilyapsizmi depozit, 20 million yutaman, bo'ldi, chiqaman, ketaman, bo'ldi, всё. Даже 18 millionda chiqib ketaman yoki 15 milliondan ham yetarli deydigan insonlar bo'lsa, o'sha normaga yetdingizmi, zo'r beryapti-ku, udar beryapti, bugun omadli kun bo'lyapti, bu narsalarni yig'ishtirish kerak. Yeta olmayapmiz. 400 bo'lyapti, boya 770 edi. Boyagidan kamroq summamiz уже. Hatta hozir kichkinaroq summada chiqishga harakat qilamiz baribir. To'g'ri, hamma ham yutavermaydi, yutqazayotganlar ham bor ichimizda. O'rtoqlar, mana yutayotganlarga maslahatim. 1 million kiritdingizmi, 5 million yoki 10 million qildingizmi, do'stim, o'sha pulingizni ishlatmangda, 5 ta kontoraga depozit sifatida tiqing. Keyin o'sha depozitda 5 kun davomida har bittasida bir kundan aylantirib o'ynang. Akkauntingiz ham sal nafas rostlaydi, sal dam oladi, yangi akkaunt ochasiz. Normalniy beradi. Bitta berdi, 5 kundan keyin yana qaytib kelyapsiz. Bu degani o'rtoqlar, normalniy summa ko'tarib yuborasizlar. Просто bizda qanaqa odat bor, o'sha 500-600 ming yoki 1 million tiqiladi-da, o'sha o'ynaladi. Например, o'shani 5x qilsangiz bo'ldi. O'shani yechib olib, yallo qilib, yana qayerdandir bir 500-600 ming tushsa, yana tiqib unaqa qilmaslik kerak. Bu o'sha boshqa videolarda ham eslatib o'tib ketganman. Любой biznesda investitsiya muhim rol o'ynaydi. Tojiklarning gapi kam xo'ram, hamisha xo'ram deydi-yu. Opa! Mana shunda yetib olarmikan? Yetib oladimi? Yo'q. Yetmadi 40 millionga. Даже Ahmadboyning biznesida ham bunaqa darajadagi X, o'sha bergan pulingizga nisbatan bu darajadagi X bermagan, lekin butun biznesmenlar, butun soqqasi bor insonlar o'shanga borib tashagan. Chunki nimaga? Yaxshi biznes bo'lgani uchun. Bunda ham siz o'ylab ko'ring, bu kontorani yaratgan odam sizga bugun 20x berib turib, ertaga yana berib o'tirmaydi. O'shaning uchun kiritgan pulingizga 5 millionga 100 dollar bersa bo'ldi, o'shanga shukr qilib, может 200 dollar berib yuborar. Bitta aylantirishingizda, например, boya riskovat qildik, 20 million berib yubordi. Necha dollar bo'lib ketadi u? Opa, voy jalab, mana uni qaranglar. Voy suka, 6000 yetmay qoldi-ya. Voy jalab. Shunaqa ham bo'ladimi? O'chakishyaptimi? Spesialni bilyaptimi deyman-da, men o'sha 40 millionga yetkazmoqchi bo'layotganmiz. Spesialni dagnat qilib olmayapti. O'yinni boshida lekin o'rtoqlar, mana 40 millionga yetaman degan niyat yo'q edi. Bunaqa berishini ko'rib keyin o'ylanib qoldim.
stavkani ko'tarsam bo'ladi, просто yeb qo'ymay degan maqsadda ko'tarmayapman do'stlar. Opa! Jalab. Endi udar молодец, shikolat mana yetib oldik. 40 millionga 40 million 56 ming so'm o'rtoqlar, mana barchaga omad tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Promokodimiz o'sha ekranlaringda ko'rib turgan Ternet 858 promokodi ro'yxatdan o'tib bemalol omadingizni sinashingiz mumkin bo'ladi. Kanalga podpisatsiya qilishni va videoga o'rtoq bitta like bosib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.